Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Central Asian Medical University Xalqaro tibbiyot universiteti fiziologiya va farmakologiya kafedrasi assistenti Husniddin Umurqulov. Sizlar bilan bugun talabalar orasida juda ham keng tarqalgan gastritlar haqida gaplashamiz. Gastrit o'zi nima? Gastrit bu oshqozon devorining yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Biz gastritlar mavzusini yaxshi tushunishimiz uchun oshqozondagi xlorid kislota qanday hosil bo'ladi va xlorid kislotani sintezini nima oshirib beradi, nima kamaytirib beradi, shular haqida tushunchaga ega bo'lsak, gastritlarni biz yaxshi tushuna olamiz. Xo'p, xlorid kislota sintezi haqida gaplashamiz. Bu oshqozonimizni kardial qismi, fundus qismi, tanasi, antral qismi va pilorik qismlarga bo'linadi. Oshqozonga tushgan oqsiziq moddalar, oqsillar oshqozonning antral qismidagi G hujayralariga ta'sir qiladi. G hujayralar antral qismida joylashgan. Buni biz bu to'rtburchak qilib bitta hujayrani olyapmiz, to'rtburchak shaklda qilib belgiladik. Mana shu G hujayralariga oziq-ovqat bilan tushgan oqsillar mana shu G hujayralarini qo'zg'atadi. Natijada bu G hujayralardan gastrin deb ataladigan biologik aktiv modda ajralib chiqadi va gastrin qon oqimiga chiqib oshqozonning fundus va tana qismlaridagi parital hujayralarga boradi. Mana bu qismdagi parital hujayralarga qon oqimi orqali keladi va bu parital hujayradagi xolestestokinning ikkinchi tip retseptorlarini qo'zg'atadi. Gastrin G hujayralardan ajralib, parital hujayralardagi xolestestokinning ikkinchi tip retseptorlarini qo'zg'atadi. Bu retseptorlarni qo'zg'alishi bizda GQ oqsilini aktivlayveradi. GQ oqsilini aktivlanishi bizda har doim fosfolipaza S fermentini faollashtirib beradi. Bizda fosfolipaza S fermenti faollashganda fosfatidil inazitol difosfatni inazitol trifosfat va dioksidglitserolga parchalab beradi. Bizda bu yerda hozir dioksidglitserol kerak emas. Bizda inazitol trifosfat muhim hozir bizga. Inazitol trifosfat endi mana bu yerdagi parital hujayrada inazitol trifosfatning miqdori ortyapti. Natijada bu inazitol trifosfat mana bu parital hujayradagi kalsiy kanallarini ochib beradi. Natijada bu kalsiy kanallari ochilishi natijasida parital hujayrani ichiga hujayra tashqarisidan va sarkoplazmatik retikulumdan kalsiy parital hujayra sitoplazmasiga chiqib keladi. Natijada parital hujayra sitoplazmasida bu yerga yozib olyapmiz. Kalsiyning konsentratsiyasi ortadi. Kalsiy konsentratsiyasi ortishi mana shu aynan parital hujayradagi vodorod kaliy atefaza nasosini aktivlaydi. Natijada bu nasos aktivlanishi natijasida mana shu parital hujayrani ichidagi vodorod ionlari oshqozonni bo'shlig'iga chiqib keladi. Oshqozon bo'shlig'iga chiqqan vodorod oshqozon shirasi tarkibidagi xlor anioni bilan qo'shilib vodorod xloridni hosil qilib beradi. Xlorid kislota bizda shunday qilib hosil bo'ladi. Shu yerda sizlarga bir savol berib ketaman. Kommentariyaga javoblaringizni yozib ketasizlar. Xlor qayerdan keladi? Qanday oshqozon bo'shlig'ida xlor paydo bo'lib qoladi? Shu haqida kommentariyaga fikrlaringizni yozib ketsalaring, albatta o'qib chiqamiz. Xo'p, gastrin bundan tashqari yana shu fundus va tana qismidagi bosh hujayralarga boradi va xolestestokinning birinchi tip retseptorlarini qo'zg'atadi. Birinchi tip retseptorini qo'zg'alishi ham GQ oqsilini aktivlaydi. Fosfolipaza S faollashadi. Fosfolipaza S yana o'sha fosfatidil inazitol difosfatni inazitol trifosfatga aylantirib beradi. Inazitol trifosfat endi bu yerdagi bosh hujayrani mana uchburchak shaklda belgilaymiz. Bosh hujayrada inazitol trifosfat konsentratsiyasini ortishi yana bunda kalsiyni ko'paytirib beradi. Kalsiyning ko'payishi mana shu bosh hujayrada
vezikulada joylashgan pepsinogenni egzositoz qilib beradi. Ya'ni oshqozonni bo'shlig'iga egzositoz qilib yuboradi. Natijada oshqozon bo'shlig'iga pepsinogen chiqib keladi va u pepsinogen xlorid kislota bilan qo'shilib, ta'sirlashib pepsinga aylanadi. Endi xlorid kislotani sintezini oshiradigan omillar bor organizmda, tushiradigan omillar bor. Shu omillarni ishlab turishi natijasida bizda oshqozonimizda kislota miqdori juda ko'payib ham ketmaydi, kamayib ham ketib qolmaydi. Xo'p, nimalar xlorid kislota sintezini oshirib beradi? Xlorid kislota sintezini oshiruvchi omillar: birinchisi gastrin, ikkinchisi asetilxolin va uchinchisi gistamin. Biz gastrinda qanday qilib xlorid kislota sintezini oshirishini ko'rdik. Bu parietal hujayra va gastrin parietal hujayradagi xolesitokininning ikkinchi tip retseptorlarini qo'zg'atyapti. Natijada xlorid kislota sintezi ortyapti. Asetilxolin parietal hujayradagi M3 xolina retseptorlarga ta'sir qiladi. Asetilxolin bu xolinerik nerv tolasidan ajralib chiqadigan neyromediator hisoblanadi. Bu parietal hujayradagi M3 xolina retseptorini qo'zg'atganida bu ham GQ bo'yicha ishlaydi. GQ oqsil aktivlanadi, fosfolipaza S faollashadi, yana o'sha fosfatidil inazidol difosfatni inazidol trifosfatga parchalab beradi va hujayrani ichida inazidol trifosfat konsentratsiyasi ortishi natijasida kalsiy ko'payib ketadi-da, yana o'sha vodorod kaliy atifaza aktivlashadi. Natijada parietal hujayraning ichidagi vodorod oshqozonda bo'shlig'iga chiqib keladi. Demak, asetilxolin ham xuddi shu yo'lda kislotalilikni oshirib beryapti, faqat M3 xolina retseptorini qo'zg'atishi orqali. Uchinchisi gistamin. Gistamin bu parietal hujayrani yonida joylashgan enteroxromafilga o'xshash hujayralardan sintezlanadi. Bu semiz hujayralardan sintezlanmaydi. Oshqozondagi gistamin o'sha parietal hujayra yonida joylashgan enteroxromafilga o'xshash hujayralardan gistamin sintezlanib, parietal hujayrada joylashgan H2 gistamina retseptorlarini qo'zg'atadi. Bu H2 gistamina retseptorini qo'zg'alishi GS oqsilini aktivlab beradi. Bizda GS oqsil aktivlanganda adenilat siklaza fermenti faollashadi. Adenilat siklaza faollashishi ATFni siklik AMF ga aylantirib beradi. Siklik AMF hosil bo'lishi bizda parietal hujayramizda bo'lyapti bu jarayon. Siklik AMF hosil bo'lishi protein kinaza A ni aktivlaydi. Protein kinaza A bu ham hujayradagi kalsiyni konsentratsiyasini oshirib beradi. Kalsiy kanallarini ochish orqali natijada kalsiy ko'payib, yana o'sha bizga ma'lum bo'lgan vodorod kaliy atifaza nasosi aktivlanishiga olib keladi. Bu nasos aktivlangandan keyin bo'shliqqa yana vodorod ko'p chiqib, kislotalilik ortadi. Endi kislotalilikni tushiradigan omillar bularni o'chiramiz. Birinchisi somatostatin. Bu oshqozonning antral qismida joylashgan D hujayralaridan sintezlanadi. D hujayralaridan somatostatin sintezlanib, qonga chiqib, G hujayralariga keladi. G hujayralariga ta'sir qilish orqali mana bu gastrin hosil bo'lishini bloklab qo'yadi somatostatin. Natijada gastrin hosil bo'lmagandan keyin mana bu hujayrani ichidagi kalsiy miqdori kamayib ketadi-da, kalsiy kamaygandan keyin bu vodorod kaliy atifaza ishlamasligi natijasida kislotalilik tushadi.
Xo'p, bu somatostatinda nima sintezlaydi? Qachon sintezlanadi? Agar bizda qachonki oshqozonimizda kislotalilik ortib ketadigan bo'lsa, bu vodorod ionlari D hujayralariga kelib ta'sir qiladi. D hujayralari qo'zg'alishi somatostatinni sintezlab beradi. Keyin somatostatin G hujayraga ta'sir qilib, gastrinni bloklab qo'yadi. Natijada kislotalilik ortib ketib qolmaydi. Ikkinchi kislotalilikni pasaytiradigan omil bu prostaglandin E2. Bu oshqozon epiteliysidan sintezlanadi. Buni sintezlanishi parietal hujayradagi EP3 retseptorini qo'zg'atadi. Bu retseptorni qo'zg'alishi EP3 retseptorini qo'zg'alishi GA oqsilini aktivlab beradi. GA oqsili aktivlanishi bu GA oqsil aktivlanganda adenilat siklaza fermentini bloklaydi. Adenilat siklaza bloklanishi natijasida ATFdan siklik AMF hosil bo'lmaydi. Siklik AMF hosil bo'lmagandan keyin protein kinaza A hosil bo'lmaydi. Protein kinaza A hosil bo'lmaganidan keyin mana bu parietal hujayradagi kalsiy miqdori kamayadi, kam hosil bo'ladi. O'z-o'zidan kalsiy kam bo'lgandan keyin vodorod kaliy atifaza ishlamaydi, natijada kislotalilik tushadi. Bundan tashqari, prostaglandin E2 ning boshqa vazifalari bor. Birinchi vazifasi mukus sekretsiyasini oshirib beradi. Ya'ni oshqozonimizda devorini qoplab turgan shilliqni sekretsiyasini ko'paytirib beradi. Natijada oshqozondagi kislotani devoriga bo'lgan ta'siri ma'lum bir miqdorda kamayadi. Ikkinchisi, bu prostaglandin E2 bikarbonat sintezini oshirib beradi. Bikarbonat sintezini oshirib beradi. Natijada bu bikarbonat xlorid kislota bilan ta'sirlashib, xlorid kislotani neytrallaydi. Ya'ni xlorid kislotani kuchini kamaytirib beradi. Natijada kuchi kamaygandan keyin devorga bo'lgan ta'siri ma'lum bir miqdorda kamayadi. Va uchinchisi, oshqozonni devoridagi perfuziyani yaxshilab beradi. Perfuziya yaxshi bo'lgandan keyin bizda oshqozonimizdagi epiteliy hujayralarning regeneratsiyasi yaxshilanadi. Regeneratsiya yaxshilangandan keyin bizda gastrit kelib chiqish ehtimoli ma'lum bir miqdorda kamayadi. Demak, bular kislotalilikni kamaytiradigan omillar ekan. Somatostatin bo'ldi, prostaglandin E2. Xo'p, o'zi prostaglandin E2 qanday hosil bo'ladi? Qachon, qayerda hosil bo'ladi? Xo'p, bu prostaglandin E2 membrana fosfolipidlarini arachidon kislotasidan hosil bo'ladi. Bizda membranadagi fosfolipidni bosh va dum qismi bor edi. Mana bu dum qismidan arachidon kislota hosil bo'lar edi. Arachidon kislotadan bizda ikki xil yo'lda turli xil yallig'lanish mediatorlari hosil bo'lardi bizda siklooksiginaza va lipooksiginaza yo'lida. Endi bu prostaglandin E2 siklooksiginaza yo'lida, aynan SOK1 fermenti ta'sirida hosil bo'ladi. Arachidon kislotadan SOK1 fermenti ta'sirida prostaglandin E2 hosil bo'ladi. Mana shu prostaglandin E2 demak kislotalilikni kamaytiryapti, mukus sekretsiyasini oshirib beryapti, bikarbonat sekretsiyasini oshirib beryapti, perfuziyani yaxshilayapti. Shu ta'sirlar tufayli oshqozonimizni himoya qilyapti. Biz turli xil dorilar ichganimizda, masalan, MPSlar, Bolnol, diklofenak yoki aspirinlar ichganimizda oshqozonimizda og'rishiga ham sabab mana shu shu tipdagi dorilar siklooksiginaza fermentini bloklab qo'yadi. Natijada prostaglandin E2 hosil bo'lmaydi. Prostaglandin E2 hosil bo'lmagandan keyin bu jarayonlar bo'lmaydi. Natijada oshqozonimizdagi xlorid kislota oshqozon devorini
osongina zararlash xususiyatiga ega bo'ladi. Shu ta'sirlari tufayli o'sha preparatlarni qabul qilganimizda oshqozonimiz og'riydi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Keyingi darsimizda gastritlar haqida gaplashamiz. Uni qanday turlari bor, qanday kelib chiqadi, rivojlanish mexanizmi va uni davolashlarini ham ko'rib ketamiz.